Ko'pchilik bugungi kunda kassalar uchun yangi turdagi kuzatuv kamerasi so'rayapti. Dahua brendidan Hero Dual D1 kuzatuv kamerasini olib kelib qo'yganmiz. Nima uchun kassalar uchun mosligini hozirgi obzorimizdan keyin bilib olasizlar. Ushbu kuzatuv kamera nima uchun kassaga mos deydigan bo'lsangiz, ikkita ko'zdan iborat bo'ladi. Siz bitada kassa va kassaning yon atrofini nazorat qilishingiz mumkin. Двухсторонний audio связи ham bor. Qo'yilgan joyda ovozni eshitasiz. Telefondan turib bemalol kassadagi odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Sizlarga misol keltirish tariqasida ushbu videoda magazindan olingan kuzatuv kameraning obzorini qo'yib beryapman. Ko'rishingiz mumkin. Kuzatuv kamera ikkita o'zini ko'zi bilan bemalol bitta magazinni to'liq nazorat qila olyapti. Undan tashqari qo'shimchasiga ushbu kuzatuv kamerani datchik движенияsi ham bor. Siz har bitta harakat bo'lganida telefoningizga ushbu kuzatuv kamera уведомление berganning hisobiga har bitta harakatni nazorat qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Telefonga tushadigan microSD chiplarni solib qo'yib, bemalol zapisini ham qaytarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsan o'zimning fikrimni bildirib o'tadigan bo'lsam, ushbu kuzatuv kamerani ikkala ko'zi ham 5 megapikseldagi variantini kassalarim uchun qo'ygan bo'lardim. Birinchidan o'zini megapikseli balandligini hisobiga olayotgan summalargacha nazorat qilishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari ushbu kuzatuv kamera menga o'zini chiroyli dizayni bilan ham ma'qul keladi. Magazinlaringga mos kelish ehtimoli yuqori darajada bo'ladi. Sizlarga ham ushbu kuzatuv kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek Anasujon do'konimizga aloqa chiqsanglar bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiramiz, aloqa chiqsalaring. Dastavka xizmati O'zbekistonda barcha viloyatga mavjud. Bilasizlar, Dahua brendi har doim ajoyib mahsulotlar bilan ajralib turadi. Sizlarga ham ushbu mahsulot kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqishni unutmanglar.